Devil Diesel. Bu nomni eshitganingizda bu oddiy bir avtomobil emasligini darhol tushunishingiz kerak. Chunki Devil Diesel bu bitta zavod modeli emas, balki ekstremal darajada modifikatsiya qilingan dizel mashinalari falsafasi va muhandislik yo'nalishidir. U dizel dvigatellar haqidagi eski tasavvurlarni butunlay yo'q qiladi va dizel ham benzinli superkarlarga teng va hatto ayrim holatlarda ustun ekanligini mutlaqo isbotlaydi. Devil Diesel tushunchasi eng ko'p Kill Devil Diesel nomi bilan bog'lanadi. Bu professional dizel performance ustaxonasi bo'lib, u yuqori quvvatli musobaqaga mo'ljallangan dizel dvigatellarni yaratish bilan dunyoga tanilgan. Eng mashhur loyihalardan biri bu 7 litrli Power Stroke asosidagi dvigatellar bo'lib, ular to'liq qayta ishlangan ichki qismi va mustahkamlangan blok va qolaversa yirik turbo tizimlar va maxsus yoqilg'i sozlamalari orqali 2000 ot kuchidan ham oshiq quvvat bera oladi. Bu yerda asosiy farq shundaki, Devil Diesel kuchni faqat yuqori aylanishda emas, balki pastdan boshlab juda katta moment bilan yetkazib bera oladi. Aynan shuning uchun ham dvigatellar monstri deb ataladi. Xulosa qilib aytganda, Devil Diesel bu tezlik, dizayn yoki quvvatning o'zi emas. Bu fikrlash tarzining o'zgarishi. Bu dizelning eng yovvoyi versiyasi hamdir.